Alo. Allo. Allo. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Munojotxon ona, siz bilan bog'landimmi? Ha, men? Onajonim, salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat. Kimsiz, qizim? Doim omon bo'ling. Ayni daqiqalarda Yurakdan xatlar kanalidan bezovta qilyapmiz. Men olib boruvchi Gulsanamxon bo'laman. Voy, yaxshimisiz, qizim? Charchamay ishlayapsizmi? Rahmat onajonim. Onajon, bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim bugungidek xursandchilik kunlarni ko'pini ko'rib yurish nasib qilsin. Amin. Rahmat, qizim. Qayerdan bilib qoldinglar-ku? Aslo dard ko'rmasdan doimo shodon yuring. Tug'ilgan kuningiz munosabati bilan siz uchun ajoyib tabriknoma, chiroyli dilnomalar yig'ilgan. Bizni eshitishga vaqtingiz bormi? Bor, albatta. Shunday tabrik bo'ladi, eshitmayman, qizim. Rahmat onajonim. Jon sevindim. Qani? Rahmat onajonim. Keling unda birgalikda taxmin qilib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysiz? Bugun tug'ilgan kuningizni qutlab, chiroyli dil izhorlarni siz uchun yo'llagan inson yaqinlaringizdan kim bo'lishi mumkin? Kim deb taxmin qilamisiz? Meni hamma yaqinlarim tabriklayapti hozirlar. Hammasidan deb o'ylayman. Jiyanlarim bor, kelinchalarim bor. Albatta, u insonlar oila a'zolaringizdan. Shular bo'lsa kerak. Jiyanimni qizlari bor. Jiyanlarim bor, qizlar, kelinchalarim, hammasidan deb tushunaman. Endi qaysi birini ajrashni ham bilmayman. Hammasi tabriklamoqchi, tabriklayapti balki. Ha, albatta, asosiy tabriklovchi sifatida sizning o'g'lingiz Otabek, qizingiz Madinaxon, tayanchingiz, sirdoshingiz, yordamchingiz Otabek aka, qizingiz Madinaxon, katta o'g'lingiz Ma'murjon aka, katta keliningiz esa Feruzaxon opa o'zini dil izhorlari bor. O'qib bersam maylimi, eshitasizmi? Mayli, joningizdan rahmat kutmagandim, qani? Bugun shodiyona, bugun tantana. Bugun men kutgan eng yaxshi sana. Bugun mendan baxtli odam yo'q yana. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Jon onam, so'zlasam so'zlarim yetmas. Meni hech kim sizdek baxtiyor etmas. Allohim menga bergan tuhfa bir dona. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Assalomu alaykum o'zimning mehribonim, jondan azizim jonajonim, eng qadrligim, eng kerakligim. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz, yangi yoshingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Allohim umringizni uzoq, joningizni salomat qilsin. Ilohim bu olamdagi hamma baxtlar sizga baxshida bo'lsin. Hech qachon bu hayotda dard, g'am ko'rmang mehribonim. Bizlarni baxt kamolimizni ko'rmoqlik doimo nasib qilsin. O'zingiz aytingchi qani yolg'on. Dunyo tashvishlari tugagan qachon? O'ylamang, qayg'urmang, o'ylab har jonni. Menga ko'p keraksiz, hali onajon. Hali aytilmagan duolar bisyor. Intilib yashayman faqat siz tomon. Sizga tugab bitmas ehtiyojim bor. Menga ko'p keraksiz, hali onajon. Tolmang tanangizda o'zim bo'lay kuch. Siz bor, tayanchim bor, hali onajon. Menga ko'p keraksiz, hali onajon. Mana shunday go'zal she'rlar ham siz uchun ekan onajonim. Rahmat, sog' bo'lsin. Yetarlilar yo'llagan bolalarim boriga shukur. O'shalardan o'sha qarinlar bolalarini rohatini hammamiz ko'rmaydi. Voy kelinim, men ikkita qizimda, qizim yo'q o'zi, ikkita kelinim bor bola. Birinchi navbatda shular keladi esimga. Rahmat, boriga shukur. Qizotim doim og'riga tushadi. Rahmat. Albatta onajonim, yana bir bor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat qizim, rahmat. Sizlar ham charchamanglar ilohim. Biz yoshimizga yetib bizdan ham oshib yuringlar. Faqat bolalarda aziz mukarram bo'lib yuringlar, bolalarni ardog'ida. Rahmat qizim. Qadrdonlar yig'ilgan kun, jigarjonlar yig'ilgan kun, dunyoning eng go'zal ayoli, bugun onam tug'ilgan kun.
jigarjonlar yig'ilgan kun, dunyoning eng go'zal ayoli. Bugun onam tug'ilgan kun, mehribonlarning mehriboni, onajonim tug'ilgan kun. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, bugun onam tug'ilgan kun, onajonim tug'ilgan kun. Beozorim, beg'uborim, shirin sabonim siz uchun. Beray oling yo'g'u borim, axir onam tug'ilgan kun. Beozorim, beg'uborim, shirin sabonim siz uchun. Beray oling yo'g'u borim, axir onam tug'ilgan kun. Tug'ilgan kun, onajonim tug'ilgan